Assalomu alaykum. Bu Orol ovozi, siz bilan Solijon Abdurahmonov. Biz bugun mana 8-may tushlikdan keyin hozir soat 5larga yaqinlashib qoldi. Men mana Karlshorst degan joyda, endi bu Berlin shaharida ichida o'sha 8-may kechqurun, endi kechasi deyish mumkin, Germaniyaning kapitulyatsiya bo'lganlik haqidagi hujjatga imzo qo'ygan joyidamiz. Bu joyga bir o'ziga xos muzey qilib qo'yishgan. Mana tashqarida hovlida mana shu tank turibdi. Uni sarhadiga mana Rodinu degan yozilgan. Endi gullar qo'yishibdi, endi xotira degani. Chunki 8-mayda Germaniya ham o'ziga xos nishonlaydi. Bunda asosan shu antifashistlar va boshqa urushga qarshilar keladi va asosan ko'pchiligi nemislar yoki boshqa xalq vakillari ham asosan sovet endi bu sobiq sovet mamlakatlari vakillari, boshqa ruslar uchun desak 9-mayda asosan o'sha Trefta parkida bo'ladi. Mana bu yerda qo'yilgan nimada ruscha yozib qo'yilgan: подвиги советских воинов в борьбе с фашизмом будут жить вечно в сердцах нынешнего и будущих поколений. Men endi ochig'ini aytsam bunday yozuvlarni tez ko'raman, lekin har safar bundan ochig'i juda ham tashirlanasiz. Chunki birinchidan bu Germaniyaning poytaxtida, Germaniya o'sha paytda natsizmning poytaxti bo'lgan va nemis xalqi mana shu juda katta tarixiy yanglishni o'sha 33-yildan boshlab 12 yil mobaynida boshidan kechirgan. Bu katta yanglish uchun endi hozir bir to'g'ri kelgan paytlarda, zarurat bo'lgan holatlarda Germaniya rahbarlari, men endi bu yerda Federativ Respublikasi deb to'liq aytishni lozim nima qilmayman, chunki Germaniya desa bu to'g'ri tushuniladi. Mana shu urush oqibatlari uchun, mana shu tarixiy xato uchun Germaniya kansleri ham chiqishlarida ta'kidlab o'tadi. Bir necha martalab Germaniya rahbarlari buning uchun uzr so'rashgan va o'sha yetkazilgan zararlarni to'lash holatlari juda ko'p vaqtlargacha davom qildi. Ayniqsa mana konslagerda bo'lgan o'sha paytlardagi hayot bo'lgan insonlarga keyin bu kompensatsiya to'lash qarori qabul qilingandan keyin o'sha to'landi va buni yaqinlarda tugatdi. Shular ichida 3 ta O'zbekiston fuqarosi ham bor edi o'sha qaror qabul qilingan paytda hayot. Ularga ham shu kompensatsiyalar to'langan. Endi bu haqda bir yozilgandir, lekin negadir bizni o'zbek ommaviy axborot vositalari bu haqda keng yoritmaydi. Albatta buni juda keng yoritish kerak. Har yil buni necha martalab takrorlab turish kerak, chunki bu eng asosiy maqsad urushga qarshi. Yana bir jihati, mana men bu yozuv oldida ancha to'xtab gapirayotganim, biz mana Samarqandda o'sha Motamsaro ona haykalida inglizcha ham o'zbekcha yozganimizda Lavrovni, bu tashqi ishlar vaziri, Rossiyaning kelganida bu ruschasi yo'q-ku deganini qancha o'ziga xos bir trendga aylantirib gapirdik. Ya'ni nimaga ruschasi yo'q deb so'radi deb, aslida u nimaga deb so'ramagan, u yo'q ruschasi deb faqat aytib qo'ygan o'zicha. Bu nimaga yozmadingiz degan gap emas, yo'qligidan o'ng'aysizlanganligi. Men endi bu yerda bir o'zbek fuqarosi sifatida, O'zbekiston fuqarosi sifatida aytishim kerakki, agar o'sha paytda urush qatnashchilari ham hozir hayotlaridan bu haqda so'rashganda albatta ruschasini ham yozish kerak edi deb aytishadi. Bu yerda endi biz tarixiy haqiqatga bir yuz o'girishni unchalik istamasdan o'sha inglizcha va o'zbekchasini yozish bilan milliy bir mag'rurligimizni ko'rsatganday bir tashviqot qilib qancha chiqishdi bu ijtimoiy tarmoqlarda. Men endi shaxsan o'zim bunga qat'iy qarshiman. U yerga albatta bir tomoniga ruschasini ham yozish kerak. Endi mana shu yozuvni ko'rsatib gapirayotganim ruscha yozuvni. Buni Berlin
Berlinda yozib qo'yibdi. Bu urushda yengilgan, o'sha urushning eng asosiy sababchisi bo'lgan nemislar, Germaniya yozib qo'yibdi. Buni qorovullaydi. Mana ko'plab antifashistlar, nemislar mana shu gullarni qo'yishgan, lekin biz O'zbekistonda turib uni urushchasini yozg'imiz kelmaydi. Chunki bu Rossiya va Kremlni qo'llash degan ma'no emas. Bu o'sha paytdagi tarixiy haqiqat. Shuning uchun men o'ylayman, ham umid qilaman, o'sha monumentga, Motamsaro ona haykaliga Samarqanddagi albatta bir yoniga ruschani ham yozish kerak bo'ladi. Buni hech qachon hozirgi Kremlga sig'inish yoki uni qo'llash deb qabul qilmaslik kerak. Mana gulchambarlarda yozib qo'yibdi, o'sha 80 yilligidan natsional sotsializmni ustidan qozonilgan g'alabaning 80 yilligiga, chunki o'sha natsional sotsializm bu asosiy Gitlerning katta bir partiyasi, propagandasi, o'sha urushni eng asosiy sababchisi. Bu yerda mana nemischa yozib qo'yibdi. Biz Rossiya tomonidan urushga qarshimiz degan mana nemischa va Alex Kaynen Craig mit Russland. Va bu yoqlarda ham mana shu mazmundagi lentalardagi yozuvlar har holda bu Berlinda bo'lyapti. Berlinda o'sha natsizmning o'sha paytdagi o'chog'i bo'lgan joy. Lekin biz, men endi ochiq va bir aytishim kerak, majburman aytishga, biz Toshkentda bu narsalarni qilishga o'ylanib turamiz. Bu qanday bo'lar ekan, yuqori nima der ekan, ma'qullarmikan, bir baloga qolmasmikanmiz deb. Inson urushga qarshi kurashida qanday holatda, qayerda bo'lmasin, u kimdir nima der ekan, menga bu yoshullar nima der ekan deb o'ylanib qolsa, demak u urushning, o'sha odam o'ylanib qolgan odam urushning ma'no mazmunini hali anglab yetmagan bo'ladi. Mana bu yerda endi chiroqchalar yoqib qo'yishibdi. Buni o'chirishmaydi odatda, chunki almashtiradi. Odatda men endi buni ko'p ko'rganman, chunki bu o'ziga xos mangu olov sifatida. Shuning uchun biz urushdan qanchalik uzoqlashgan sayin biz o'z xotiramizda u urushni shunchalik keng joylashtirib va keng aytib o'tishimiz kerak. Shuning uchun mana bu yerda ruscha yozilganida sovet jangchilarining fashizm bilan kurashdagi jasoratlari hozirgi va kelasi avlodlarning qalblarida mangu yashaydi deydi. Endi biz v sertsaq deydi. Buni biz endi qalblarida deb tarjima qilganimiz ma'qul. Yuraklarida degandan ko'ra hozirgi avlodlarning va kelgusi avlodlarning deb, bu endi Germaniyada, Berlinda o'sha aytayotganim mana shu bino 45-yil 8-may kuni o'sha Germaniyaning kapitulyatsiya bo'lganligi to'g'risidagi hujjat imzolangan joy. Endi hozir bu yerda nemislar bilan gaplashganimizda ko'plab ota-onalar o'z farzandlarining yosh yuqori sinf o'quvchilari, undan sal kattaroqlari urush haqida yaxshi bilmasliklarini, unday qiziqmasliklarini, go'yoki ular uchun qandaydir bir begona narsaga aylanib borayotganligi haqida gapirishadi. Men bu yerga kelishdan oldin ham bitta Urus opay, uni endi eri nemis, bir to'g'ri kelib qoldi, o'g'li yuqori sinf o'quvchisi. Ularga deydi, qiziqmas hozir mana shu urushni gapirsangiz, chunki ular mana shunday bo'lib o'syapti deya tashvish bildirib gapirib qoldi. Men har holda bunga ma'lum darajada albatta qo'shilaman, lekin bu urushni Germaniya hukumati mana shu darajada eslatib turgan ekan, demak yoshlar ham bu urush xotiralaridan uzoqlashib ketish xavfi kamayib boradi. Bu yerda qo'yilgan tankda ham mana Zarodini yozuvi qo'yib turibdi. Vatan uchun nimaga ruscha yozib qo'yibdi bu deganday, u bu deb biz gap qilishni yaxshi ko'ramiz. Endi kechirasizlar, men bugun Facebookda qo'ydim, uni o'zim Toshkentda
19-yil may g'alaba bayrami munosabati bilan bitta tankda qo'yilgan, o'shaning yonida suratga tushganman, Facebookda qo'ydim. U yerda ham tankka o'sha ruschalar yozilgan, O'zbekiston ishchilaridan o'sha frontga deb turib, frontga o'ziga xos sovg'a. Buni ko'p biladi, ko'plab odamlarimiz mablag'lar yig'ishgan, samolyotlar o'z mablag'lari hisobidan yig'ib yuborishgan o'shanday. Shuning uchun biz u yerga ham o'zbekcha yozish kerak deb nimagadir chiqmaydi o'sha o'rtoqlar. Buni hozir o'zgartirish kerak buni. Keling, bu ham o'zbekcha yozaylik deb. Sal qo'yib bersangiz, uni ham chiqadigan bir o'ziga xos vatanparvarlar bor Qo'shtirnoq ichidagi. Bularni ruschasiga liji patriotlar deyishadi. Liji patriotlar. Liji degani loj, yolg'on, soxta. Shuning uchun men mana bugun shu kunning bir ta'siridan bu narsalarni qat'iy aytyapman. Agar kimlardir bu bo'yicha bir muzokaralar qilaman, gaplashaman, ochiq desa, Orol ovozi mikrofoni bunga hamma vaqt tayyor. Biz endi ichkarida ham ko'rib o'sha fikrlarni davom qildiraman. Men har holda ichkarida suratga olishga ruxsat qilsa kerak. Все. Хорошо. Держите. Давай, Хорошо. хорошо. Хорошо.